Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolasa bugun bizda marafon kuni. Bizdan 150-60 kilometr uzoqda boshqa Gunsan degan shaharda soat 7 da boshlanadi marafon. Soat 4:50 bo'ldi. Biz sekin yo'lga chiqdik. Qolganlarni yo'l-yo'lakka yana ko'rsatib boramiz. Marafonchilar ikkalamiz xolos. Ikkalamiz yuguramiz. Masalan, endi Padeshiga ketishyapti. Bizda esa tanlov time. Koreyadagi eng qiyin tanlov mana. Buni bu yoqda eng qiyin tanlov. Ayyo, buni bizga aloqasi yo'q ekan. Aslida eng qiyin tanlov kelasan, nima yetishda o'ylab, tomosha qilib o'tiraverasan. Mayli, naqani ko'rsatib qo'yaylik Koreya do'konlarini. Shunaqa do'kon biz ham 3 yil atrofida ishlaganmiz shunaqa do'konda. 24 soat ishlaydigan do'konlar. Yeydigan ramyonlar, bu yoqda snacklar, chips, shunga o'xshagan. Bu yoqda suvlarimiz. Bu yoqda yana nimalar, yeguliklar. Bu yoqda bunaqa burgerlargacha bor mana. Shunda olinadi-da, mikrovolnovkaga solib turib, isitib yeyilaveradi tayyor burgerlar. Biz yetib keldik stadionga. Aytda bitta ovozga bitta yog' berishyapti ekan, işte o'chirtamiz bitta yog' davoli, keyin sekin tayyorgarlik boshlaymiz. Xo'p, xullas odam o'ta ko'p. Hali yana 1,5 soat bor lekin boshlanishiga odamlar rosa kelyapti. Biz ham mana shu bir nimalar qidirib, mana qarab sekin chiqib ketyapmiz. Stadion. Zo'r bo'ladi. Shuncha harakat bilan 5 kilometr yugura olmasa. 5 kilometr oz qoldi, xohlasa. Tayyorgarlikdamiz, odam lekin 완주해주시면 되니까요. 예, 자 여러분들 잠시 후에 출발할 때 안전하게 이동해 주시면. odam o'ta ko'p. Yaxshi bo'ladi, nasib. 자, 다시 한번 안내 말씀드리겠습니다. 5km 참가자분들 천천히 이동해 주세요. 자, 다시 한번 안내 말씀드리겠습니다. 5km 참가자분들 여러분들을 위해서 준비하는 거니까 하시면 안 됩니다. 안전하게 천천히 이동해 주시면 감사하겠습니다. 자, 다시 한번 5km 근데 이거 한번 밟아봐봐. 파이팅! 네. 자, 벚꽃과 함께 사진 많이 찍으시고 멋진 추억 남기시고 오세요. 빅으로 소리 질러! 오케이, 바로 출발! 잘 다녀오세요. Xullas 1,5 kilometr bo'ldi. Yo'llaymiz. Really good, man. Appreciate it. 24 minut. Yaxshi, zo'r, chotka, brat. 91 chiqdi-yu.
bor. Oldim. Hali ham olyapti ekan bu. Paddeshgachilar. Tugatdik. Ichkarida bayram bo'lyapti stadionning ichida. Hali bayram ancha davom etar ekan, lekin bizda bolalar bir bichga boraylik, sohilga ya'ni borib jo'shda o'tirib keyin sekin uyga ketamiz deb qolishdi. Shunga biz bayramni kutib o'tirmadik, sekin xudo xolasa sohilga qarab yo'l olyapmiz. U yoqda ham videolarni olib videoga qo'shaveramiz kontentga. Yo'lda sekin dengizga qarab ketamiz. Shunaqa joylar qilib qo'yishgan. Jumungli yurganda daraxtlarning ichidan qitirmadan chiqib kelgan. Bunaqanchasi. Mana suv yo'q. Suv ancha qaytib ketgan. Suv o'zi mana mashlargacha keladigan ekan. Lekin ancha qaytib ketibdi hozir. Buni o'may. Xullas suv hali obeddan keyin kelar ekan, bu yoqlargacha. Kech payt yana qaytib ketar ekan. O'zimizni soy bo'yidagi dachalarda bo'ladigan diskotekalardan mana. Hayt. Xolalar kelib rasm o'ynaydi ketdi ham. Shunaqa o'yin bo'lyapti mana. Hayt. Koreyada bayram. Dengiz bo'yida ketadi-yu. Kuyov bolani to'yda o'ynalmagansizlar. O'yna kuyovni qo'ydirib o'rtaga olish kerak. Vaqti yo'q o'ynagan lekin. Shunaqalarda o'ynaganda vaqt. To'y talabgacha bo'ladi korochi. Tepaga chiqaylik. Korochi, kamerani o'chiramiz, davraga tushamiz. Mana xolalardan natikalarni ham oldik. Tomosha qilib tursak, sen bir juda kelishgan bola ekansan deb kelib, padarka qilib ketdi. Rahmat. Chalmashga yon. Okay, hamado. Ayt ana. O ana, birlar rasmga tushaylik deyishyapti. Ana, birlar rasmga tushaylik deyishdi ana. Bilmas ekan. Selfie yo'q. Nega zayo? De. Rasmga tushib oldik. Bolalar bilan. Keyin men bu tepaga chiqsam bo'lar ekan bu yerda. Siz shu yerda turing, yerda pulishlar bittani qarib. Tepaga chiqib, tepadan tomosha qilib o'tdi. Turbinlar bor ekan. Unda bu yoqdan chiqib ketilar ekan, lekin chiqish pulli ekan, chiqmay qo'yaverdik. Bolalar oldin ham kelib chiqishgan ekan.
chiqmay qo'yardik. Sekin hozir ovqatlanishga qarab yo'l oldik.